Assalomu alaykum. Bugun 6 aprel 2026-yil 2-smena fizikadan sertifikat savollarini yechim qilamiz. Demak, birinchi savoldan boshlaymiz. Birinchi savol: G'o'yi yuksoqda harakatlanayotgan jismning grafiki keltirilgan. Jismning harakatlangan vaqtini aniqlang degan. Demak, jismning harakatlangan vaqtini topishimiz kerak. Demak, dastavval jism -2 degan koordinatadan +7 koordinatagacha 4 sekund davomida harakatlandi. 4 sekund qo'shilgan. Undan keyin esa 4 sekund bilan 8 sekundning orasida u koordinatasini o'zgarmadi. Demak, u tinch turdi. Ya'ni harakatlanmadi. Xo'sh, 8 dan 11 gacha koordinatasini 7 dan 0 gacha tushirdi. Demak, 3 sekundda yana harakatda bo'ldi. Demak, umumiy 7 sekundda harakatlangan ekan. Demak, javobimiz A varianti 7 sekund. Ikkinchi savol: Biqirliklar 2K va 3K bo'lgan prujnalar ketma-ket ulanadi. Umumiy biqirlikni toping. Demak, prujnalar ketma-ket ulansa, umumiy biqirlikni topish uchun bizlar teskari qo'shamiz. Ya'ni 1 taqsim K umumiy teng 1 taqsim K1 qo'shilgan 1 taqsim K2. Demak, 1 taqsim K umumiy teng 1 taqsim 2K qo'shilgan 1 taqsim 3K. Umumiy maxraj 6K dan, demak 3 qo'shilgan 2 5. Demak, K umumiy teng bo'lar ekan 6K taqsim 5. Demak, bu 1,2 K ga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz A javob. Endi 3-savol: Quyidagi rasmda A, B, C bloklar berilgan. Bloklar tezlanishlari munosabatini aniqlang degan ekan. Demak, bloklardagi tezlanishlarni topishimiz kerak. Xo'p, birinchi A blokining tezlanishini topamiz. Demak, bu yerda 2 mg kuch mana bu tomonda pastga tomon bosadi. Yuqoriga esa taranglik kuchi paydo bo'ladi. Bu tomonda ham xuddi shunday taranglik kuchi yuqoriga bo'ladi. Xo'sh, endi bloklar burusoklar qaysi tomonga harakat qiladi? Demak, bular mana bu 2m blok yuqoriga ko'tariladi A tezlanish bilan. Mana bu esa burusok esa pastga A tezlanish bilan tushadi. Demak, chap tomon uchun natijaviy kuchni yozsam, F qo'shilgan 2 mg olingan T teng bo'lar ekan 2 m ga. O'ng tomon uchun esa T olingan 2 mg teng bo'lar ekan 2 m ga. Xo'sh, endi sistemani qo'shib yuborsak, T'lar qisqaradi, 2 mg lar ham qisqaradi. F ning ma'nosi 2 mg ga teng, o'rniga qo'ysam, demak 2 mg teng bo'lar ekan 4 m ga. M lar qisqarsa, demak A teng bo'lar ekan G taqsim 2 ga. Ya'ni bu xo'p, G taqsim 2 bo'lib turaversin. Demak, A blokining tezlanishini topdik, G taqsim 2 ekan. Endi B blokini topamiz. Demak, B dagi esa mana bunaqa bo'ladi. Bu ham 2m tezlanish pastga, 2mg og'ir kuchi pastga, yuqoriga taranglik kuchi. Xo'p, bu ham yuqoriga A tezlanish bilan ko'tariladi. Bu tomon 3mg pastga, taranglik kuchi yuqoriga, bu esa A tezlanish bilan pastga tomon tushar ekan. Demak, natijaviy kuchni yozaman yana. Ya'ni 3mg olingan T teng bo'lar ekan 3m ga. O'ng tomon uchun esa T olingan 2mg teng bo'lar ekan 2 m ga. Yana qo'shib yoraman. Demak, qo'shsam mg teng bo'lar ekan 5 m ga. M lar qisqarib A teng bo'lar ekan G taqsim 5 ga. Xo'sh, endi C blok uchun tezlanishni topaman. Demak, 2mg mana bu tomonda pastga, yuqoriga taranglik kuchi paydo bo'ladi va mana bu taranglik mana bu yerda ham bor. Bu taranglik esa 4mg ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, qaysi tomonga tezlanish bilan tushadi? Men bu tomon yuqoriga A tezlanish bilan ko'tarilsa, men bu tomon esa A tezlanish bilan pastga tushadi deyman. Yana tenglarni yozaman. Demak, F teng T ga, U teng 4mg va o'ng tomon uchun esa T olingan 2mg teng 2 m. Xo'sh, endi T ni o'rniga 4mg ni qo'ysam, 2mg teng bo'lar ekan 2 m ga. 2 m lar qisqaradi va A teng bo'lar ekan G ga.
Demak, endi tezlanishlarni solishtiramiz. Demak, S blokdagi tezlanish eng katta, undan keyin A blokdagi, undan keyin esa B blokdagi tezlanish katta bo'lar ekan. Mana bu javob bo'lishi kerak. Ya'ni eng kattasi S, undan keyin A, undan keyin esa B ekan. Xo'p, keyingi savol, 4-savol. Demak, bu 4-savol birinchi smenada ham takrorlangandi. Jism gorizontal burchak ostida v0 teng 10 metr taqsim sekund tezlik bilan otildi. Jismning maksimal balandlikdagi egalik radiusi r teng bo'lar ekan 3.16 metrga teng. Jismning uchish vaqtini toping. T3 topishimiz kerak. Xo'sh, burchak ostida otildi. Chizmasini chizsak, gorizontal qandaydir burchak ostida otiladi, alfa burchak ostida va eng katta balandlikka erishadi va qaytib tushadi. Ya'ni harakat trayektoriyasi parabola bo'lar ekan. Endi eng yuqori nuqtasida egalik radiusi deyapti. Demak, mana bu nuqtada, xo'sh, pastga tomon bu yerda qanaqa tezlanish bor? Faqat g tezlanishi bor. O'ng tomonga esa vx tezlanishi bor. Tezligi bor. Demak, egalik radiusi bu yerda r teng bo'lar ekan vx ni kvadrati taqsim g ga. Ya'ni v0 kosinus alfa ning kvadrati taqsim g bo'lar ekan. Demak, bizlar bu yerdan kosinus alfa ning qiymatini topib olsak bo'lar ekan. Demak, r barobar 3.16 teng bo'lar ekan 10 ko'paytirilgan kosinus alfa ning kvadrati taqsim 10 ga. Demak, 10 ni mana bu chap tomonga o'tkazib yuborsak 36. Xo'p, ildizga solib yuborsak ikki tomoni ham 6 teng bo'lar ekan 10 kosinus alfaga. Demak, bundan kosinus alfa teng bo'lar ekan 0.16 ga, sinus alfa esa 0.18 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, endi uchish vaqti nimaga teng? Uchish vaqti deganimiz bu T3 teng bo'lardi. 2 ta v0 sinus alfa taqsim g ga. Demak, 2 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan sinus alfamiz 0.18, g-imiz esa 10. Demak, bu 1.16 sekundga teng bo'lar ekan. Javobimiz bu ekan. Xo'sh, keyingi savol, 5-savol. 5-savolda aytilgan, jismning sayyora qutbidagi og'irligi ekvatordagi og'irlikdan 1.12 marta katta. Sayyoraning burchak tezligi, xo'sh, birinchi qutbdagi og'irlik ekvatordagi og'irlik 1.2 marta katta deganni yozib olaman. Demak, qutbdagi og'irlik bu mg ga teng bo'ladi. Ekvatordagi og'irlik esa bu mg minus ma ga teng bo'lar ekan. Sayyoraning burchak tezligi, ya'ni omega berilgan ekan. 0.5 ko'paytirilgan 10⁻³ radian taqsim sekund. Erkin tushish tezlanishi 6 ga teng. Sayyora radiusini toping degan ekan. Sayyora radiusini toping. Demak, yerni topishimiz kerak. Demak, birinchi yozgan tenglamamizdan massalarni qisqartirib bersak bo'lar ekan. Demak, g teng bo'ladi 1.12 g minus 1.12 a ga. Xo'p, 1.12 a teng bo'lar ekan 0.12 g ga. Xo'p, bu qisqartirsak bo'ladi, bu 6 qoladi. A deganimiz endi tezlanish bu omega kvadrat ko'paytirilgan r ga teng va bu teng bo'lar ekan g ga. Xo'sh, endi r ni topsak, bu g taqsim 6 omega kvadratga teng bo'lar ekan. Demak, g imiz 6 ga teng. Bu ham 6, omega kvadratimiz esa buni 5 ko'paytirilgan 10⁻⁴ desam, 25 ko'paytirilgan 10⁻8 bo'lib ketadi kvadrati. Demak, r teng bo'ladi 6 bilan 6 qisqarsa, 10⁻8 taqsim 25. Demak, 4 ko'paytirilgan 10⁻6 metrga teng bo'lar ekan. Bu degani 4000 kilometrga teng degani. Demak, radiusi 4000 kilometrga teng ekan. Ya'ni S javob bo'lar ekan. Xo'p, bizda keyingi savol 6-savol, ya'ni gorizontal burchakka sotilgan jismning maksimal potensial energiyasi to'la energiyasining 75% ni tashkil qiladi. Jismning uloqtirish burchagini aniqlang degan ekan. Demak, maksimal potensial energiya nimaga teng o'zi? Maksimal potensial energiya mgh ga teng desak, to'la energiya 75% tashkil qiladi desak, 0.75 ko'paytirilgan to'la energiya, demak, bu dastlabki holatda
otilgan vaziyatda to'la energiyaga teng deb olsak bo'ladi, ya'ni maksimal kinetik energiyasini. Demak, mv0 kvadrat taqsim 2. Demak, mlar qisqarsa, h deganimiz bu v0 kvadrat sinus kvadrat alfa taqsim 2g desak, buni 3 taqsim 4 desam, bu v0 kvadrat taqsim 2. Demak, v0 kvadratlar qisqaradi, g'lar qisqaradi, 2lar qisqaradi. Unda sinus kvadrat alfa teng bo'lar ekan 3 taqsim 4 ga. Demak, sinus alfamiz teng bo'ladi iltizosida 3 taqsim 2. Demak, bu 60 gradusga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 60 gradus. Xo'sh, keyingi savol, 7-savol. Massasi 650 kg bo'lgan vertolyot pardagi havoni pastga 60 metr taqsim sekund tezlik bilan haydab, bir muddat muallaq turib qoldi. Vertolyot dvigateli quvvatini aniqlang degan ekan. Demak, quvvat degan so'zi N teng bo'ladi A taqsim T desak va A deganimiz bu bajarilgan ish. Bu yerda endi u kinetik energiyaga teng bo'lib qoladi, ya'ni mv kvadrat taqsim 2 T ga teng bo'lar ekan. Xo'p, v kvadratni v ko'paytirilgan v desam, taqsim 2 T desam, demak bu v taqsim T bizga g ni beradi, erkin tezlanishini. Demak, o'rniga qo'yadigan bo'lsak, n teng bo'lar ekan mg v taqsim 2 ga. Demak, mg 6500 v 60 taqsim 2. Demak, bu 195 kilovatga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz D varianti. Xo'p, keyingi savol, bir jinsli jismlarning rasmda ko'rsatilgandek osib qo'yilgan taranglik kuchlarining nisbatini aniqlang degan ekan. Demak, bu stejning og'irligi markazidan pastga qarab bosadi desak, demak, markazni topadigan bo'lsak, bu 8 ta bo'lakka bo'lingan ekan. Demak, markazi 4 dan bo'lib turadi. Demak, mana bu tomondan mg bo'lib pastga bosilar ekan. Xo'sh, endi F1 kuchini topadigan bo'lsam, mana bu F2 tomondagi F2 tomon bu nima bo'lib qoladi? Tayanch bo'lib qoladi bizga. Demak, F1 ko'paytirilgan buning yelkasi sanaymiz. 1 2 3 4 5 6. 6x desam bo'lar ekan. F1 ko'paytirilgan 6x teng bo'lar ekan. Mg ko'paytirilgan bu esa 4x. 4x ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, endi xuddi shunday qilib F2 tarang topadigan bo'lsak, F2 dan ko'tarsak F1 tomon tayanch nuqta bo'lib qoladi va F2 ko'paytirilgan 6x teng bo'lar ekan, mg ko'paytirilgan, endi mana bu tomon esa buning yelkasi 2x ga teng bo'lar ekan. Endi bo'lib yoradigan bo'lsak, F1 taqsim F2 ga teng bo'ladi, 2 ga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 2. Xo'p, endi keyingi savolimiz 9-savol, ya'ni asosiy yuzasi 400 cm2 ga teng idish bor. Idishga suv quyilgan. Suvda muz suzib yuribdi. Muz ichida 30 gram metall qotishma bor. Muz erib tugagandan keyin idishdagi suv sathi qanchaga kamayadi degan ekan. Qotishmaning zichligi ham berilgan. Demak, biz chizmasini chizib olamiz birinchi. Xo'p, mana chizmasini chizib oldik. Bu muz, ichida esa bu qotishma bor. Demak, kuchlarni yozaman. Bu tomon pastga tomon muz g bo'lib bosiladi, ya'ni muzning og'irligi pastga va qotishmaning og'irligi ham bor, u ham pastga, m qotishma g deyman. Yuqoriga tomon esa f arximet kuchi ta'sir qilar ekan. Demak, natijaviy kuchimiz 0 ga tenglashtiradigan bo'lsam, m muz g qo'shilgan m qotishma g olingan f arximet teng 0 va bu f arximetga teng bo'lar ekan. Xo'sh, endi f arximetda rho suyuqlik g v botgan deb yozaman. Demak, m muz g qo'shilgan m qotishma g teng bo'lar ekan rho suyuqlik g v botgan. Demak, g'lar qisqaradi. Xo'sh, v botgan topaman birinchi. Demak, v botgan teng bo'lar ekan, v botgan 1 deb qo'yaman. V botgan 1 teng bo'lar ekan m muz qo'shilgan m qotishma taqsim rho suv. Demak, bu birinchi hol uchun edi. Endi ikkinchi hol uchun qanaqa bo'ladi? Ikkinchi hol uchun endi muz to'liq eriydi ekan va uni qotishma o'zining hajmini egallaydi endi. Demak, keyingi hol uchun tenglamamiz mana bunaqa bo'ladi. V botgan 2 teng bo'ladi. M muz taqsim rho suv qo'shilgan
m qotishma taqsim rho qotishma bo'lar ekan. Ya'ni keyingi hajm bo'lib qoladi-da bu. Endi men bu yerda muz to'liq erigan uchun yozyapman. Xo'p, endi qanchaga pasayadi deb so'ragan ekan bizlardan. Demak, delta v ni topadigan bo'lsam, ya'ni delta v deganim bu hajmlarning ayirmasi, ya'ni bu s ko'paytirilgan delta h ga teng bo'lib qoladi. Demak, bu teng bo'larkan dastlabki hajmdan keyingi hajmni olib tashlayman. Demak, m muz taqsim rho suv qo'shilgan m qotishma taqsim rho suv olingan m muz taqsim rho suv olingan m qotishma taqsim rho qotishma bo'lib qolar ekan. Ya'ni birinchi hajmdan ikkinchi hajmni olyapman. Demak, mana bular qisqaradi. Demak, s ko'paytirilgan delta h teng bo'lar ekan m qotishma taqsim rho suv olingan m qotishma taqsim rho qotishma. Demak, delta h ni topadigan bo'lsam 1 taqsim s deyman. Qavs ichida m qotishma taqsim rho suv olingan m qotishma taqsim rho qotishma. Demak, buni hisoblayman endi. Demak, delta h teng bo'ladi 1 taqsim s'imiz 400 cm² edi. Bu 4 ko'paytirilgan 10⁻². M qo'rg'oshnimiz 30 gram. Rho suv 1 gram taqsim cm³ olingan 30 gram taqsim 5 gram taqsim cm³. Demak, buni hisoblasak, delta h teng bo'lar ekan 24 cm³ chiqadi. 24 cm³imiz 24 ko'paytirilgan 10⁻⁻6. Bu esa 4 ko'paytirilgan 10⁻². Demak, bu 6 ko'paytirilgan 10⁻⁴ metrga teng bo'lar ekan. Buni millimetrga aylantirsam 0.6 millimetrga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz delta h teng ekan 0.6 millimetrga. Ya'ni A javob bo'lar ekan. Xo'p, navbatdagi savolimiz 10-savol. Kontrang to'lqin grafik tasvirlangan tebranish amplitudasini toping degan ekan. Demak, tebranish amplitudasi bu eng katta siljishga aytamiz. Demak, eng katta siljishi bu 6 metrga teng. Demak, A teng 6 metr deb qo'yamiz. Javobimiz 6 bo'lar ekan. Keyingi savol. Uzunligi 1 metr bo'lgan matematik magnitning tebranish davri 3 sekund. Sayyorasidagi tush tezlanishini toping. P ni 3 deb oling deyapti. G ni topishimiz kerak. Demak, matematik magnit tebranish davri formulasi T teng bo'ladi 2p ildiz ostida L taqsim G. Demak, kvadrat ko'tarib yozadigan bo'lsak, T kvadrat teng bo'ladi 4p kvadrat L taqsim G. Demak, G ni topadigan bo'lsak, 4p kvadrat L taqsim T kvadrat. Demak, G teng bo'lar ekan 4p kvadratimiz 4 ko'paytirilgan 9 ko'paytirilgan L taqsim T kvadrat 9. Demak, G teng bo'lar ekan 4 metr taqsim sekund kvadratga. Demak, javobimiz 4. Xo'p, keyingi savol 12-savol. 0.5 mol, ya'ni nu barobar 0.5 mol S3H8, demak bu propan. Propan molemasi 44 gram taqsim molga teng. Propandagi vodorod atomlari sonini aniqlang degan. Demak, vodorod atomlarining sonini aniqlashimiz kerak. Demak, bu S3H8 deganimiz bu bitta molekula deb qarasak, umumiy molekula sonini topadigan bo'lsak, n teng bo'ladi nu ko'paytirilgan n Avogadro. Ya'ni 0.5 n Avogadro desak bo'lar ekan. Xo'sh, endi bu bitta molekulaning ichida 8 ta vodorod atomi bor. Demak, o'sha bitta molekulaning sonini 8 ta vodorodga atomlarning sonini ko'paytiramiz, ya'ni 8 ga ko'paytiramiz. Demak, NH teng bo'lar ekan 8n. Demak, bu teng bo'lar ekan 4n Avogadroga. Demak, javobimiz 4n Avogadro. Keyingi savol 13-savol. Demak, 96 gram kislorodning 10% dissotsiatsiyalandi. Idish ichidagi hosil bo'lgan zarralar sonini aniqlang degan ekan. Demak, 10% dissotsiatsiyalandi deganimiz 10% atomlarga ajraldi. Qolgan 90% esa bu molekula holida qoladi. Demak, umumiy zarralar soni topadigan bo'lsam, n teng deyman. N atomlar soni qo'shilgan n molekulalar soni deyman. Demak, atomlar soni men mana bu topaman. M taqsim
A demak ko'paytirilgan n Avogadro. A degani bu atom massasi. Ya'ni o'shani ko'paytiraman 0.1 ga qo'shilgan m taqsim molar massa ko'paytirilgan n Avogadro ko'paytirilgan 0.9. Demak n teng bo'ladi 96 gram. Gramda turaversin. A deganimiz bu 16 ga teng, chunki kislorodimiz atom holida bo'lsa, molar massamiz 16, o 2 bo'ladigan bo'lsa, bu 32 ga teng bo'lar ekan. Ko'paytirilgan n Avogadro ko'paytirilgan 0.1 qo'shilgan 96 taqsim 32 ko'paytirilgan n Avogadro ko'paytirilgan 0.9. Demak, buni hisoblasak 3.3 n Avogadro teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz D varianti. Keyingi savolimiz 14-savol. Demak, teshikning diametri 5 mm bo'lgan, ya'ni D teng 5 ko'paytirilgan 10⁻³ metr bo'lgan tomizg'ichning ichida kerosin bor. Undan 200 ta tomchi tomizildi. Demak, n teng ekan 200 ta. Tomizg'ichdagi kerosinning hajmini toping degan ekan. Demak, tomizg'ichdan tomadigan umumiy massani umumiy og'irlikni mg deydigan bo'lsak, demak mgimiz teng bo'lar ekan sigma ko'paytirilgan L. Ya'ni bu shunaqa kuch paydo bo'ladi suyuqliklarda. Sirttargan kuchi. Demak, o'sha sigma L da n tasi tomdi pastga tomon. Demak, mg ni ρg deydigan bo'lsam, ρg teng bo'ladi n ko'paytirilgan sigma ko'paytirilgan L imiz esa bu tomizg'ichning uzunligi. Ya'ni bu pi ko'paytirilgan d ga teng bo'ladi. Demak, buni topsam v teng bo'ladi n sigma pi d taqsim ρg. Demak, 200 ko'paytirilgan kerosinning sigmasi 24 ko'paytirilgan 10⁻³ pi 3.14 ko'paytirilgan d 5 ko'paytirilgan 10⁻³ taqsim ρg 800 ko'paytirilgan 10. Xo'p, mana bu yerda pi ni 3 deb oling degan sharti bo'lishi kerak. Shunda bizda 9 cm kub chiqadi. Demak, javobimiz 9. Xo'p, keyingi savol 15-savol. Hajmi 60 metr kub bo'lgan xonada 1.2 kg bo'lgan suv bug'i bor. Xonadagi absolyut namlikni aniqlang, ya'ni ρ ni aniqlash kerak. Demak, ρ teng bo'ladi bu m taqsim v ga, ya'ni 1.2 kg taqsim 60 metr kub. Endi bizdan gram taqsim metr kubda so'raganligi uchun buni gramga aylantirsam 1200 gram taqsim 60 metr kub. Demak, ρ teng bo'ladi 20 gram taqsim metr kubga. Demak, siz javob ekan. Keyingi savol 16-savol. Fig 20% bo'lgan, ya'ni eta teng 20% bo'lgan issiqlik dvigatelining sovutgichiga 64 kJ energiya berildi. Demak, sovutgichga berildi desa, Q2 ga teng bo'ladi 64 kJ ga. Dvigatelning 1 sikldagi bajargan ishini aniqlang. Demak, A ni topish kerak. Xo'sh, eta teng bo'ladi Q1 minus Q2 taqsim Q1 ko'paytirilgan 100% desak, o'sha yerdan bizlar Q1 ni topib olamiz. Demak, 20 teng bo'ladi Q1 olingan 64 taqsim Q1 ko'paytirilgan 100 desak, 20 bilan 100 ni qisqartirsak 5 bo'ladi. Demak, Q1 teng bo'ladi 5 Q1 olingan 320. 4 Q1 teng bo'lar ekan 80 kJ ga. Demak, yo'q, 320 kJ ga teng bo'ladi. Demak, Q1imiz teng bo'ladi 324 ga bo'lsak 80 kJ. Endi A degan ishimiz bu Q1 olingan Q2 ga teng. Demak, A teng bo'ladi 80 dan 64 dan olsak 16 kJ ga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 16 kJ. Ya'ni B javob. Xo'p, keyingi savol. Neytral jismdan 7 ko'paytirilgan 10⁻11 ta elektron chiqarib olindi. Demak, neytral atom edi. Demak, chiqarib olinsa u plus zaryadlanib qoladi. Uning zaryadini aniqlang degan ekan. Demak, plus zaryadlanib qolsa, demak, Q teng bo'ladi plus n ko'paytirilgan 7 deymiz. Demak, Q teng 7 qo'ydi 10⁻11, 7 deganimiz bo'lsa 1.16 ko'paytirilgan 10⁻19. Demak, buni hisoblasak
112 nanokulonga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz A javob. Xo'p, keyingi savolimiz 18-savol. Ya'ni neytral atom yadrosida 2,24 ko'paytirilgan 10⁸ zaryad mavjud. Uning elektron qabulidagi elektronlar sonini aniqlang degan ekan. Demak, Q teng deymiz. 2,24 ko'paytirilgan 10⁻, bu -18 bo'lishi kerak. Kulon. Uning elektron qabulidagi elektronlar sonini aniqlang, ya'ni n ni topish kerak. Demak, n teng bo'ladi bu Q taqsim y ga. Demak, n teng 2,24 ko'paytirilgan 10⁻18 taqsim 1,16 ko'paytirilgan 10⁻9. Demak, buni hisoblasak 14 ga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 14. Xo'p, keyingi savol 19-savol. Zaryadlari miqdori bir-biridan 3 marta farq qiluvchi turli ishorali degan ekan. Demak, Q1 teng deymiz -3 Q2 ga. Ishorali zaryadlangan bir xil ikki shar o'zaro tekkizilib, qayta 2 marta uzoq masofaga joylashtirildi. Bunda ularning ta'sir kuchlari qanday o'zgaradi? Demak, F2 taqsim F1 ni so'ragan ekan. Demak, ikkita shar bir-biriga tekkiziladi ekan va radiuslari teng ekan. Demak, zaryadlar qayta taqsimlanadi va bir-biriga teng bo'lib qoladi. Ya'ni Q1 plus Q2 taqsim 2 ga. Demak, ikkalasiga qo'shadigan bo'lsak, -3 Q2 qo'shilgan Q2 taqsim 2 desak, demak, Q1 shtrix teng Q2 shtrixga bu teng bo'ladi, -Q2 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, endi ta'sirlashuv kuchi nimaga teng? F teng bo'ladi bu K Q1 ning moduli Q2 ning moduli taqsim R kvadrat deb oladigan bo'lsak, F2 taqsim F1 deyman, teng bo'ladi bu. Klar qisqaradi va Q1 shtrix ko'paytirilgan Q2 shtrix deyman endi. Chunki biriga tekkizib olingandan keyin endi zaryadlar boshqacha bo'lgani uchun ta'sirlash kuchi ham boshqacha bo'ladi. Taqsim R2 ning kvadrati va Q1 ning moduli Q2 ning moduli taqsim R1 ning kvadrati. Demak, bu teng bo'ladi. Qiymatlarni o'rniga qo'yadigan bo'lsam, bu Q2 ning kvadrati taqsim bu R2 ning kvadrati bu 4R1 ning kvadrati teng bo'lar ekan. Q1 ko'paytirilgan Q2 esa bu 3 Q2 ning kvadratiga teng taqsim R1 ning kvadrati turaveradi. Q2 ning kvadrati R1 ning kvadrati qisqarsa, bu 1 taqsim 12 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni F2 taqsim F1 teng bo'lar ekan 1 taqsim 12 ga. Demak, 12 marta kamayar ekan. 12 marta kamayadi degan javob bo'lar ekan. Xo'p, keyingi savolimiz 20-savol. Ya'ni radiusi 5 sm bo'lgan shar energiyasi 8,1 millijoulga teng. Zaryadning sirjishligini aniqlang degan ekan. Demak, sharning energiyasi bu W teng bo'lardi Q kvadrat taqsim 2 dan Q kvadrat taqsim 2, sini esa 4 pi epsilon nolevой R desak, o'zi shar kondensatorning sig'imi 4 pi epsilon nolevой ko'paytirilgan R ga teng. Demak, 1 taqsim 4 pi epsilon nolevой bizga K ni bersa, bu Q kvadrat taqsim 2 R ga teng bo'lib qolar ekan. Demak, mana bu yerdan Q ni topamiz va Q teng bo'ladi bu ildiz ostida 2WR taqsim K ga va sirjishligi esa sigma teng bo'ladi bu Q taqsim S ga. Ya'ni Q taqsim 4 pi R kvadrat deb topishimiz kerak. Demak, mana bu yerdan Q ni topib, mana bu yerga olib borib qo'yadigan bo'lsak va javobimiz 10 mikrokulon taqsim metr kvadratga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz B varianti. Xo'p, keyingi savol 21-savol. O'tkazgich simdagi tok kuchi I teng ekan 5 t ga. Qonuniyat bo'yicha o'zgarayotgan bo'lsa, 4 sekundda undan qancha zaryad oqib o'tadi, ya'ni Q so'ralgan ekan. Demak, I barobar dq taqsim dt deymiz bu o'zgaruvchan tok uchun. Demak, dq teng bo'ladi I dt ga. Demak, Q teng bo'ladi boshlang'ich olish kerak I dt bo'yicha, I bo'yicha. Demak, Q teng bo'ladi 5 t kvadrat ko'paytirilgan 2 dan 1. Demak, Q teng 5 ko'paytirilgan 16 ko'paytirilgan 2 dan 1 desak, Q teng bo'ladi 40 kulonga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz A varianti. Xo'p, keyingi savol 22-savol. Elektr plita 3 ohm qarshilik orqali
ya'ni R teng 3 ohm qarshilik orqali 160 volt kuchlanish tarmog'iga ulangan. Plitadagi maksimal quvvat P teng 1,16 kilovatga teng. Elektr plita qarshiligi quyidagilardan qaysi sonlar bo'lishi mumkin degan ekan. Demak, R plitaning qarshiligini topishimiz kerak. R1 va R2 deb qo'yaman. Xo'p, endi 3 ohm qarshilik orqali birinchi ketma-ket ulaymiz, undan keyin esa parallellab ko'ramiz. Va bizda ham o'zi shu narsa so'ragan, ya'ni ketma-ket ulanganda qarshiligi qanday bo'ladi, parallel ulangandagi qarshiligi qanday bo'ladi deb. Demak, birinchi ketma-ket ulasak plitani, mana bu plita desam, mana ichki qarshiligi endi 0 ga teng deb olamizda bu yerda. Chunki doimiy tok deb olingan. 160 volt berilgan. Demak, R desam buni R1 deyman endi. Xo'sh. Mana bunga tushadigan kuchlanishni men U desam, ya'ni 3 ohmga tushadigan qarshilikni qandaydir U' desam, mana bunga tushadigan kuchlanishni esa U1 deb olaman. Demak, tok kuchlari teng bo'ladi. Demak, tok kuchi teng bo'lsa, U' taqsim R teng deyman, U1 taqsim R1 deyman. Va U' qo'shilgan U1 ni esa 160 voltga teng deb olaman. Mana bu shartni. Va yana men maksimal quvvat berilgan-ku mana bu plitadagi. Demak, bu plitadagi maksimal quvvat formulasi P teng bo'ladi. U1 ni kvadrati taqsim R1 ga teng bo'lar ekan. Demak, buning o'zi esa 1600 ga teng bo'lar ekan. Buni ham yozib qo'yaman. Demak, U' taqsim 3 teng bo'lar ekan U1 taqsim R1 ga. Va bu yerdan U' topaman. Demak, U' topsam 3U1 taqsim R1 ga teng bo'lar ekan va ostiga ya'ni ikkinchi termaga olib qo'yaman. Demak, 3U1 taqsim R1 qo'shilgan U1 teng 160 ga. Xo'sh, mana bu yerdan mana buni men U1 taqsim R1 ko'paytirilgan U1 teng desam, bu 1600 ga teng bo'lar ekan. Va U1 taqsim R1 ni topsam, bu 1600 bo'lingan U1 ni berar ekan. Demak, U1 taqsim R1 ni o'rniga 1600 taqsim U1 ni qo'yaman men bu yerga. 3 ko'paytirilgan 1600 taqsim U1 qo'shilgan U1 teng bo'lar ekan 160 ga. Xo'sh, umumiy maxraj bersam, U1 dan bo'ladi 4800 qo'shilgan U1 ning kvadrati teng bo'lar ekan 160 ga. Demak, U1 ning kvadrati minus 160 U1 qo'shilgan 4800 teng 0 ni kvadrat tenglama tuzib oldim. Endi bu kvadrat tenglamani bajarsam, xo'p, diskriminant topib olay, D teng bo'ladi. Bu 160 ning kvadrati olingan 4 ko'paytirilgan 4800. Xo'p, bu 6400 ga teng bo'lar ekan. Demak, U1 teng bo'ladi 160 qo'shilgan ildiz ostida 6400 taqsim 2. Demak, bu 80 ga teng. 160 ga 80 ni qo'shsak 240, 2 ga bo'ladigan bo'lsa 120 voltga teng bo'lar ekan. Demak, men faqat plyusni olaman bu yerda. 120 voltga teng bo'ldi. Xo'sh, endi U1 ni topdim. Endi R1 ni topsam bo'larmikan? U1 ni topsam bo'lar ekan. Ya'ni quvvatimiz berilgan bizda P teng U1 ning kvadrati taqsim R1 teng, bu 1600 ga teng ekan. Demak, 120 ko'paytirilgan 120 taqsim R1 teng bo'ladi 1600 ga. Xo'sh, nimaga qisqaradi? 2 dan 0 qisqaradi. 16 4 ga qisqarsa 4, 4 ga qisqarsa 3, 12 yana 4 ga qisqarsa 3 bo'lar ekan va R1imiz 9 ohmga teng bo'lar ekan. Xo'sh, ikkinchi hol uchun mana bu yerni minus qilib ko'rsam bo'larmikan? Xo'p, minus qilsam. Xo'p, minus qilib ko'rsam ham bo'lar ekan. Demak, minus qilib ko'radigan bo'lsam, bu birinchi hol deb qo'yaman. Ikkinchi hol uchun minus qiladigan bo'lsam, U1 teng bo'ladi 160 olingan 6400 taqsim 2. Demak, bu teng bo'lar ekan 40 voltga.
va R1 ni topsam yana R1 teng bo'ladi u 1 ning kvadrati taqsim P desam, ya'ni 40 ning kvadrati 1600, bu ham 1600, demak bu 1 ohmga teng bo'lar ekan. Demak minus qilsam ham chiqar ekan mana. Demak qiymatlari 9 va 1 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, endi parallellab ko'rsak ham bo'ladi. Parallellab chiqarsak ham bu 1 ohm chiqadi. Demak javobimiz 9 va 1. Xo'p, bizda keyingi savol 23-savol. Ya'ni metallning 0 grad Selsiydagi qarshiligi belgilangan ekan. Demak, buni men R0 desam, R0 teng bo'lar ekan 40 ohmga. Uning 30 grad Selsiy temperaturadagi qarshiligini aniqlang. Demak, delta T esa 30 gradus Selsiy deyman, chunki 0 dan 30 gacha ortyapti. Metallning termik koeffitsiyenti alfa teng bo'lar ekan 4 ko'paytirgan 10⁻³ Kelvinning -1. Demak, R ni topishim kerak. Demak, metallar uchun temperaturaning qarshilikka bog'liq formulasi R teng bo'ladi R0 ko'paytirgan 1 qo'shilgan alfa ko'paytirgan delta T. Demak, R teng bo'ladi R0 imiz 40, 1 qo'shilgan 4 ko'paytirgan 10⁻³ ko'paytirgan 30. Demak, bu 40 ni ko'paytirishim kerak 1,112 ga. Buni ko'paytirsak 44,8 ohmga teng bo'lar ekan. Javob D varianti. Xo'p, keyingi savol 24-savol. Fazoning bir nuqtasida janubga tomon 0,13 Tesla, g'arbga 0,19 Tesla va sharqqa 0,15 Tesla magnit induksiya hosil bo'lmoqda. Shu nuqtadagi natijaviy induksiyani aniqlang. Demak, g'arb va sharq o'zaro qarama-qarshi bo'lgani uchun induksiyalarni magnit induksiyasini olib tashladigan bo'lsam, bu 0,14 Tesla qoladi va bu x o'qi deb faraz qilsam, demak bx teng bo'lar ekan 0,14 Teslaga va y o'qi deb janubga tomon qaraganni oladigan bo'lsam 0,13 Tesla va b natijaviy topadigan bo'lsam, ikkalasi Pifagorga qo'shiladi. Ya'ni bx ni kvadrati qo'shilgan by ning kvadrati. Demak, bu natijaviy tenglarga 0,15 Teslaga. Demak, javobimiz C varianti. Xo'p, keyingi savol 25-savol. Magnit induksiyasi 40 mili Tesla bo'lgan, ya'ni B nolevой teng 40 mili Tesla bo'lgan g'altakka magnit singdiruvchanligi, ya'ni mu teng ekan 250 ga teng bo'lgan modda kiritildi. Moddaning magnit induksiyasini aniqlang. Demak, B teng bo'ladi. Bu mu ko'paytirilgan B0. Demak, buni ko'paytirsak 10 Teslaga teng bo'lar ekan. Demak, A javob. 26-savol. Induksiya vektori 0,9 mili Tesla aktiv qarshiligi 1,5 ohm bo'lgan tomoni 10 santimetrlik kvadrat diagonali bo'yicha o'tadigan o'q atrofida 90 gradusga burilganda ramkadan qancha zaryad oqib o'tadi degan ekan. Demak, Q ni topish kerak. Demak, mana chizmasini chizib oldik, ya'ni kvadrat diagonal bo'yicha 90 gradusga burilganda nima bo'ladi? Demak, magnit oqim o'zgarishini topaman. Ya'ni delta F ni. Magnit oqim o'zgarishi delta F teng bo'ladi. Bu B ko'paytirilgan S ko'paytirilgan kosinus alfa 2 olingan kosinus alfa 1 desam, bu 90 gradusda kosinus alfamiz 0 ga teng bo'lgani uchun delta F imiz teng bo'lib qoladi. Bu minus BS ga. Chunki alfa 1 ni men 0 gradus deb olyapman. Alfa 1 0 gradus, alfa 2 90 gradus. Demak, delta F imiz bu minus BS ga teng bo'lar ekan. Demak, epsilon ya'ni induksion yuk bu epsilon teng bo'ladi minus delta F taqsim T ga, yana I ko'paytirilgan R ga teng bo'ladi. Demak, minus F taqsim T deydigan bo'lsam, mana bu minus va mana bu minus plus bo'lib ketadi va BS taqsim T ni esa o'ng tomonga ko'paytirish qilib o'tkazayotgan bo'lsam, BS teng bo'ladi I ko'paytirilgan T ko'paytirilgan R. Endi I ko'paytirilgan T bizga zaryadni beradi, Q ni. Demak, Q teng bo'lar ekan BS taqsim R. Endi S deganimiz bu A kvadratga teng. Demak, BA kvadrat taqsim R ga teng bo'lib qolar ekan. Demak, B deganimiz 0,19, ya'ni 9 ko'paytirilgan 10 ustun minus 4. A kvadratimiz 10 ustun minus 2 taqsim R imiz esa 1,5. Demak, bu 6 mikrokulomga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 6 mikrokulom. Xo'sh, keyingi savol 27-savol. Induktivligi
90 milligenri bo'lgan g'altakka, ya'ni B teng yo'q, 90 milligenri L teng 9 ko'paytirilgan 10 ustun minus 2 genri bo'lgan g'altakka maksimal kuchlanishi 240 volt bo'lgan kondensator ulandi. Kondensatorning sig'imi 0,4 nanofaradga teng. G'altakdagi maksimal tok kuchini aniqlangan ekan. Demak, maksimal tok kuchi I0 ni topishimiz kerak. Xo'sh, kondensatordagi maksimal energiya SU0 kvadrat taqsim 2 desam, bu g'altakdagi maksimal energiya teng bo'lishi kerak. Ya'ni L I0 kvadrat taqsim 2 ga. Demak, ikkilar qisqaradigan bo'lsa, I0 ni topadigan bo'lsam, I0 teng bo'ladi. U0 ko'paytirilgan ildiz ostida S taqsim L. Demak, I0 teng U0imiz 240 ko'paytirilgan ildiz ostida S 4 ko'paytirilgan 10 ustun minus 10, L esa 9 ko'paytirilgan 10 ustun minus 2. Demak, 240 ko'paytirilgan 4 dan 2, 9 dan 3 chiqarsam, 10 ustun minus 8, 10 ustun minus 4 chiqarsam 160 16 milliamperga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 16 milliamper. Keyingi savolimiz 28-savol, ya'ni fokus masofasi 20 cm bo'lgan linzada buyumning K teng 4 taqsim 3 marta kattalashgan va to'g'ri tasviri hosil bo'ldi. Buyum va tasvir orasidagi masofani aniqlang. Ya'ni F olinganini so'rayapti bizlardan. Nimaga bunaqa bo'ldi? Chunki bu yig'uvchi linza ekan, yig'uvchi linzada kattalashgan va to'g'ri tasvir D kichik F masofada hosil bo'ladi. Endi D kichik F masofada hosil bo'lsa, buyumning tasviri o'zi joylashgan nuqtadan chap tomonda hosil bo'ladi va bizdan so'ralgan narsa F olinganda, ya'ni bu birinchi smenada ham tushganda bu savol. Demak, K deganimiz bu F taqsim D ga teng bo'lsa, bu teng bo'ladi 4 taqsim 3 ga. Demak, F ni topsam 4D taqsim 3 ga teng bo'lar ekan. Endi yig'uvchi linza formulasini yozaman, ya'ni 1 taqsim F teng bo'ladi 1 taqsim D minus 1 taqsim F. Ya'ni D kichik F sharti bo'lgani uchun mana bu formula yozilyapti. Xo'p, endi o'rniga qo'yadigan bo'lsam 1 taqsim F teng 1 taqsim D olingan 1 taqsim bu 4D taqsim 3 deydigan bo'lsam, umumiy maxraj 4D dan bo'ladi. 4 olingan 3 bu 1 ga teng ekan. Demak, D deganimiz F taqsim 4 ga teng ekan. Demak, D teng bo'lar ekan 5 cm teng bo'lar ekan. Endi F-chi, F teng bo'ladi bu 20 taqsim 3 cm ga. Xo'sh, endi F olingan D esa bu teng bo'ladi 20 taqsim 3 olingan 5. Demak, bu 5 taqsim 3 cm ga teng ekan. Demak, javobimiz A varianti. Xo'p, keyingi savol 29-savol. Ikki kogarent to'lqinning yo'llar farqi delta x teng ekan 1,5 lambdaga teng. Ular uchrashganda qanday interferensiya kuzatiladi degan ekan. Demak, yo'llar farqini yarim to'lqin uzunligiga bo'lsam, bu toq son chiqsa susaytiradi, juft son chiqsa kuchaytiradi. Demak, buni bo'lib ko'raman. Demak, 1,5 lambda taqsim bo'lib 0,5 lambda desam, bu 3 chiqar ekan. Demak, 3 chiqsa bu toq son, endi toq son bu keskin susayadi, ya'ni susaytiradi. Bu javob. Xo'p, keyingi savol 30-savol. Davri 2,3 mikrometr bo'lgan diffraksion panjaraga to'lqin uzunligi 0,6 mikrometr bo'lgan to'lqin tik tushmoqda. Ya'ni 90 gradusda tushmoqda. Ekranda hosil bo'lgan maksimum sonini aniqlang. Demak, maksimum son topishimiz kerak, ya'ni n. Demak, n teng bo'ladi bu 2k qo'shilgan 1. Endi k deganimiz bu D taqsim lambdani butun bo'lagi. Demak, buni topib oladigan bo'lsak, 2,3 taqsim 0,6. Demak, buning butun bo'lagi 3 ga teng bo'lar ekan. Demak, n teng bo'ladi 2 ko'paytirilgan 3 qo'shilgan 1. Demak, bu 7 ga teng bo'lar ekan. Javobimiz 7. Xo'p, keyingi savolimiz 31-savol, ya'ni fotoeffekt hodisasida katodga tushayotgan nurning to'lqin uzunligi 3 marta kamayganda, ya'ni lambda 2 teng bo'lar ekan, lambda 1 taqsim 3 kamayganda fotoelektron kinetik energiyasi qanday o'zgaradi? Ya'ni Y kinetik 2 taqsim Y kinetik 1 ni topish kerak. Demak, fotoeffekt uchun Einstein teoremasini yozadigan bo'lsam, Hc taqsim lambda 1 teng deyman. A chiqish qo'shilgan Y kinetik 1
Hs taqsim lambda 2 teng bo'ladi. Achqish qo'shilgan y kinetik 2 deyman. Xo'sh, demak y kinetik 1 ni topsam, bu y kinetik 1 teng bo'ladi. Bu Hs taqsim lambda 1 olingan achqish. Y kinetik 2 esa Hs taqsim lambda 2. Lambda 2 ni o'rniga lambda 1 taqsim 3 ni qo'yaman va olingan achqish deyman. Xo'p, endi nima qilaman? Endi qiymat berib ko'raman o'rniga. Ya'ni bu achqichni misol uchun 1,5 elektron volt deymanda, Hs taqsim lambda 1 ni esa qandaydir 5 elektron volt deb olay. Demak, y kinetik 1 deganim teng bo'ladi bu 5 elektron volt olingan 1,5 elektron volt. Demak, bu 3,5 elektron voltga teng bo'ladi. Y kinetik 2 esa 3 ko'paytirilgan 5 elektron volt olingan 1,5 elektron volt. Demak, 15 dan 1,5 ni olsam 13,5 elektron voltga teng bo'lar ekan. Demak, y kinetik 2 ni y kinetik 1 ga bo'lsam, bu 3 dan katta son chiqargan. Demak, javobimiz 3 martadan ko'proq ortadi bo'lar ekan. Ajoyib bo'lar ekan. Xo'sh, keyingi savol 32-savolda aytilgan. Qandaydir element elektronning 3-statsionar orbitada to'la energiyasi -72 elektron volt bo'lsa, 4-sathdagi potensial energiyani aniqlang degan ekan. Demak, 3-sathdagi -72 elektron volt ekan, to'liq energiyasi. Demak, Y3 teng -72 elektron volt va Y4dagi potensial energiya so'ralgan ekan. Demak, bu Y3 deganim o'zi Y1 taqsim 3 ni kvadratiga teng deb oladigan bo'lsam, bu -72 ga teng deyman va Y1 ni topaman. Demak, Y1 deganim 9 ko'paytirilgan -72 elektron voltga teng bo'lar ekan. Xo'sh, endi Y4 ni topaman. Endi Y4 esa bu Y1 taqsim 4 ni kvadratiga teng. Demak, 9 ko'paytirilgan minusni oldiga chiqaraversam 72 taqsim 4 ni kvadrati esa 16 ga teng. Demak, bu 8 ga qisarsa 9, bu 8 ga qisarsa 2. Demak, bu -40,5 elektron voltga teng bo'lar ekan, to'la energiyasi. Xo'p, endi 4-sathdagi kinetik energiyasi esa bu -Y4 ga teng bo'lardi. Demak, bu +40,5 elektron voltga teng. Xo'sh, endi o'zi Y4 deganimiz bu Y4 kinetik qo'shilgan Y4 potensial energiyaga teng. Demak, Y4 potensial energiyamiz teng bo'ladi Y4 olingan Y4 kinetikka. Demak, bu -40,5 dan olishim kerak 40,5 ni. Demak, Y4 potensial energiyamiz teng bo'lar ekan -81 elektron voltga. Demak, javobimiz -81 elektron volt. Ya'ni B javob bo'lar ekan. Xo'p, keyingi savol. Quyida yig'ilgan elektr zanjir sxemasi berilgan. Bunda kataloglar quyidagiga teng va kataloglar qiymatlari berilgan ekan. Va 30-savolda aytilgan ideal ampermetr ko'rsatkichi topilsin degan ekan. Demak, dastlab bizlar umumiy tok kuchini topamiz. Demak, bu epsilon 1 bu plus qutbi, mana bu esa minus qutbi. Demak, plus tomondan tok chiqadi, tok kuchini yo'naltiramiz plusdan minusga tomon deb. Demak, I1 desak, bu esa plusdan minusga chiqadi, bu ham I2. Demak, I1 bu soat sig'isiga qarshi, I2 ham soat sig'isiga qarshi ekan. Demak, ikkalasi bir yo'nalishda deb olib, umumiy tok kuchlari qo'shilar ekan. Demak, umumiy tok kuchini topaman. Demak, umumiy tok kuchimiz I umumiy teng deyman. Epsilon 1 qo'shilgan epsilon 2 taqsim R umumiy qo'shilgan R umumiy deyman. Xo'sh, birinchi R umumiyni topa olaman, ya'ni tashqi qarshilikning umumiysini topaman. Bu yerda R1 bilan R2 parallel va R3 ga ketma-ketlangan ekan. Demak, R umumiy teng deyman. R1 R2 parallel qo'shilgan R3. Demak, bu teng bo'ladi 6 bilan 3, 6 ko'paytirilgan 3 taqsim 9 qo'shilgan 7. Demak, bu 9 ohmga teng bo'lar ekan. Demak, I umumiy teng bo'ladi. Epsilon 1 ga epsilon 2 ni qo'shsak
36 qo'shilgan 12 demak 48 taqsim 9 qo'shilgan. Endi kichkina r umumiy esa bu ketma-ketlangan ikkalasi qo'shiladi, ya'ni 3 ga teng bo'lar ekan bu. Demak 48 ni 12 ga bo'lsak bu 4 amperni beradi bizlarga. Xo'sh, endi umumiy tok kuchi 4 amperga teng bo'lsa, mana bu ampermetr nimani ko'rsatadi? Bu ampermetr ham 4 amperni ko'rsatadi. Chunki mana bu R3 bilan mana bu R1, R2 ning sistemasi o'zaro ketma-ketlangan. Demak, ketma-ketlansa tok kuchlari teng bo'ladi. Ya'ni ampermetr ko'rsatishi ham 4 amperga teng bo'lar ekan. Ya'ni bizning variantimiz A bo'lar ekan. Ya'ni 33 ga A. Xo'p, keyingi savol, 34-savol. Ideal voltmetr ko'rsatkichi topilsin degan ekan. Demak, bu voltmetrimiz bu R1 bilan R2 orasida joylashgan ekan. Demak, u voltmetr teng deyman. O'sha R1, R2 dan o'tadigan umumiy tok kuchini, ya'ni bu I umumiyni beradi bizlarga. O'shani ko'paytaman. 1 bilan 2 ning o'zaro umumiysiga, ya'ni R1 ko'paytirilgan R2 taqsim R1 qo'shilgan R2. Demak, I umumiy 4 ga teng, ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 3 taqsim 9. Demak, bu 8 voltga teng bo'lar ekan. Demak, 34-javob 8, ya'ni 34 ga D bo'lar ekan. Xo'sh, keyingisida 35-da 0.1 sekund ichida ikkinchi manbaning energiyasi qancha kamayadi ekan. Demak, delta W teng desak, epsilon 2 ko'paytirilgan I umumiy ko'paytirilgan T. Demak, epsilon 2 miz bu 12 ga teng, I umumiy 4 ga teng, T esa 0.1 ga teng. Demak, bu 4.18 joule ga teng bo'lar ekan. Demak, 35 ga B bo'lar ekan. Keyingi savolimiz 36-savol. Demak, rasmda keltirilgan sistema muvozanat holatida turibdi. Stержning massasini aniqlang va prujinadagi elastik kuchini aniqlang degan ekan. Demak, muvozanatda turgan bo'lsa, stержning o'zi massasi massa markazidan pastga tomon bo'lsa, demak, buni sanasak 7 ga teng ekan. 7 ga teng bo'lsa, bu 3,5 dan pastga tomon bosadi. Mana bu mj deb qo'yamiz. Va bu yerda mana bu tomonda F kuch paydo bo'lsa, mana bu tomonda ham F kuch paydo bo'ladi. Xo'p, endi muvozanat holatida bo'lsa, endi momentlarni tenglashtiraman. Demak, bu pastga tomon 40 newton bilan boshsa, bu 10 newton bilan pastga tomon ta'sir etadi ekan. Demak, momentlar qoidasidan 10 ko'paytirilgan uning yelkasi, endi tayanch nuqtamiz mana bu yer bo'lib qoladi. 10 ko'paytirilgan uning yelkasi 5 ga teng, 10 ko'paytirilgan 5 qo'shilgan mj ko'paytirilgan yelkasi esa 1,5 ga teng. Bu 40 ko'paytirilgan uning yelkasi esa 2 ga teng. Demak, bu 50 qo'shilgan 1,5 mj teng bo'lar ekan 80 ga. Demak, 1,5 mj teng ekan 30 ga. Demak, m teng bo'lar ekan 2 kilogramga. Javobimiz 2. Xo'sh, endi B shartida esa prujinadagi elastik kuchini aniqlang. Demak, prujinadagi elastik kuchi bu F desak, bu tomonda ham o'sha F kuchi bo'ladi. Xo'sh, endi muvozanatda deyapti, endi bizlardan, ya'ni ikkita F kuchimiz teng bo'ladi bu, ya'ni Y o'qi bo'yicha yurgan kuch, bu Y o'qiga qarshi kuchlar muvozanatda bo'lishi kerak. Demak, Y o'qiga qarshilar 10 newton, 20 newton va 40 newton ekan. Demak, qo'shamiz. 10, 20, 40. Demak, qo'shsak bu 70 ga teng bo'lgan. Demak, F imiz bu 35 newtonga teng bo'lar ekan. Xo'p, keyingi masalamiz 37-masala. Gorizontal sirtda jism tinch turibdi. Ya'ni tinch turibdi desa, boshlanish tezligi 0 ga teng. Unga 1,5 sekund davomida 12 newton kuch ta'sir qildi. Uning kinetik energiyasi 54 joule ga ortdi. Ya'ni delta E kinetik teng 54 joule. Jismning maksimal tezligini aniqlang. Jismning massasini aniqlang degan ekan. Xo'p, F deganimiz nima ekan? F teng ma desak, A deganimiz bu V olingan V nolevой taqsim T. Demak, V nolevойimiz 0 ga teng. Demak, M ko'paytirilgan V taqsim T deyman. T ni
chap tomonga ko'paytirish qilib o'tkazaversak, F ko'paytirgan T teng M ko'paytirgan V ga. Demak, 12 ko'paytirgan 1,5 teng M ko'paytirgan V ga. Endi y kengaytigimiz esa 54 ga teng. Demak, 54 teng mv kvadrat taqsim 2 deyman va buni sistema qilib yuboraman. Demak, bo'lib yuborsam sistemani, ya'ni 12 ko'paytirgan 15 taqsim 54, mana bu ikkisi ham bor yonida. Yuqorida esa mv taqsim mv kvadrat. Demak, v teng bo'lar ekan 54 ko'paytirgan 2 taqsim 12 ko'paytirgan 15. Demak, 54 ni 6 ga bo'lsak 9. 15 emas, bu 1,5. Demak, 9 ni 1,5 ga bo'lsak 6 ga teng bo'lar ekan. Demak, tezligimiz 6 metr sekund. Xo'p, endi massa esa nimaga teng bo'ladi? Massamiz esa m teng. Endi 12 ko'paytirgan 1,5 taqsim 6 desam, bu 3 ga teng bo'lar ekan. Demak, massamiz 3 kilogramm ekan. Xo'p, keyingi savolimiz endi 38-savol. Demak, massasi 20 grammlik sharcha 480 grammlik jismga 250 metr sekund tezlik bilan urilib, unga tiqilib qoldi kabel ekan va jism olgan maksimal tezlikni aniqlang degan ekan. Demak, buning boshlanish tezligini o'rgating va impuls saqlanish qonunida yozadigan bo'lsam, m ko'paytirilgan v teng bo'ladi bu. Endi ikkalasi birgalikda prujinani siqadi. Ya'ni qandaydir u tezlik bilan. Va o'sha u tezlikni topadigan bo'lsam, demak, u teng bo'ladi m ko'paytirilgan v taqsim m qo'shilgan m. Demak, massamiz 20 gramm, ko'paytirgan tezligimiz 250 metr taqsim sekund. Mana bu esa 500 gramm. Demak, bu 10 metr taqsim sekundga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 10. Endi B shartida prujinaning maksimal siqilish masofasini toping degan. Demak, endi energiya saqlanish qonunini yozamiz. Ya'ni m qo'shilgan katta m ko'paytirilgan u kvadrat taqsim 2 ga teng bo'ladi. K ko'paytirgan delta x kvadrat taqsim 2 ga. Demak, ikkilar qisqaradi. Va delta x topadigan bo'lsam, demak, delta x teng u ko'paytirilgan ilzosida m qo'shilgan katta m taqsim k. Demak, 10 ko'paytirilgan m 500 gramm, 500 gramm deganimiz bu 0,5 kilogramm, k esa 1250 ga teng. Demak, delta x teng bo'ladi. Buni ilzosida 2500 deb yuborsam bo'lar ekan va 2500 dan 50 chiqadi. 10 ko'paytirgan 1 taqsim 50. Bu esa 0,12 metrga teng, ya'ni 20 santimetrga teng bo'lar ekan delta x'imiz. Demak, javobimiz 20. Xo'p, keyingi savolimiz 39-savol. Endi yopiq klapanli idishda temperaturasi 27 gradus Selsiyli, ya'ni T bar teng 27 gradus Selsiyli 120 kilopascal geliy gazi bor. Uning bosimi 160 kilopaskalga yetganda, ya'ni P2 teng 160 kilopaskalga yetganda klapan ochiladi. Gaz 327 gradus Selsigacha qizdirilganda, ya'ni T3 deb turaman. 327 gradus Selsigacha qizdirilganda uning massasi 8 grammga kamaydi, ya'ni delta m teng 8 gramm. A shartida aytilgan gazning dastlabki massasini toping, ya'ni m1 ni topish kerak. B shartida esa idishning hajmini aniqlang, ya'ni v ni topish kerak. Demak, boshda yopiq klapanli idish desa, demak, yopiq idish desa hajm konstant, ya'ni v konstanta bo'ladi. Demak, v konstanta bo'lganligi uchun P1 taqsim T1 teng P2 taqsim T2 deyman va T2 ni topib olaman o'sha yerdan. Demak, P1 deganimiz 120 kilopascal taqsim T1imiz 27 gradus Selsiy, bu 300 kelvinga teng. P2 imiz bor 160 kelvin. 160 kilopascal taqsim T2. Demak, 120 bilan 160 qisqaradi. 40 ga qisqaradi. Bu 3, bu esa 4 bo'lib qoladi. 3 bilan 300 ni hisoblsam 100 va T2 400 kelvinga teng bo'lib qolgan. Ya'ni 400 kelvinga yetar ekan, bosim 160 kilopaskalga yetganda. Xo'sh, undan keyin endi ikkinchi jarayon boshlanadi. Endi ikkinchi jarayonda, birinchi jarayonda v konstant deydigan bo'lsam, ikkinchi jarayonda endi
bosim ham konstanta bo'lib qoladi, chunki og'zi ochildi deyapti va hajm ham konstanta bo'lib qoladi. Endi bu jarayon uchun Mendeleyev Klaperon tenglamasi yozadigan bo'lsam, PV teng M taqsim molar massa RT. Endi P konstanta, V konstanta, mu o'zi konstanta, R yana konstanta. Endi massaning temperaturaga ko'paytmasi konstanta bo'lib qolar ekan. Demak, M2 T2 teng deyman M3 T3 ga. Xo'sh, M2 ko'paytirilgan T2 deganim 400 ga teng. M3 ko'paytirilgan T3 esa 327 gradus Selsiy, bu 600 kelvinga teng bo'ladi. Demak, 600 bilan 400 qisqartadigan bo'lsam 200 ga qisqartaman, bu 2, bu esa 3. Ya'ni M2 teng bo'lar ekan 1,5 M3 ga. Xo'p, endi M2 bilan M1 o'zaro teng, chunki dastlabki vaziyatda hajm ham o'zgarmagan. Hajm ham o'zgarmasa, uning massasi ham o'zgarmaydi. Demak, delta M deganim bu M1 dan M3 ni olib tashlaganim. Endi M1 ni o'rniga M2 ni qo'ysam bo'ladi. M2 olingan M3 deyman. Demak, bu 0,5 M3 ga teng bo'lar ekan. Va bu 8 grammni beradi. Demak, M3 deganimiz bu 16 grammga teng. M2 bilan M1imiz teng. Bu esa 24 grammga teng bo'ladi. Demak, javobimiz 24 gramm, ya'ni A shartida M1 teng 24 gramm deb qo'yaman. Endi B shartida esa idishni hajmi so'ralgan ekan. Demak, P1 V1 teng M1 taqsim mu R T1 deydigan bo'lsam va V1 ni topsam, demak M1 R T1 taqsim P1 mu teng. Demak, M1imiz 24 gramm, 24 ko'paytirilgan 10 ustun minus 3, R'imiz esa 8,131, T1 esa 300 kelvin, P1 esa 120 kilopascal, 120 ko'paytirilgan 10 ustun 3, molar massa esa 4 ko'paytirilgan 10 ustun minus 3. Demak, bundan V1 teng bo'lar ekan 124,165 litrga. Demak, javobni yozib qo'yadigan bo'lsak 24 gramm va 124,165 litr. Va buni biz 125 deb olsak ham to'g'ri javob beradi. Xo'p, keyingi savolimiz 40-savol. Ya'ni 40 kilogramm suvni M teng 40 kilogramm suvni 60 kelvin temperaturaga isitish kerak. Demak, delta T teng 60 kelvin. A qancha elektr energiya ishlatilgan, ya'ni kilovat soatda so'ralgan ekan. Demak, W teng deyman, ya'ni energiya teng bo'ladi bu Cm delta T ga. Demak, bu S deganimiz 4200, massamiz 40, temperatura esa 60 ga teng. Taqsim 3,6 ko'paytirilgan 10 ustun 6 joule. Ya'ni kilovat soatga aylantiradigan bo'lsam 3,6 ko'paytirilgan 10ning 6-darajasiga bo'laman. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak 42 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 10 ustun 4, bu 3,6 ko'paytirilgan 10 ustun 6. Xo'sh, 42 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 6 taqsim 360 desam bo'ladi, darajalar qisqarganda keyin. Demak, 6 ni 360 ga bo'lsam 60, 4 ni 60 ga bo'lsam 15, 42 taqsim 15 yana 3 ga qisqaradi, 5 3 ga qisqarsa 14. Demak, bu 2,8 kilovat soatga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 2,8. Keyingisida B'da endi qancha tabiiy gaz yoqilgan? Demak, massa so'ralgan ekan. Demak, massani so'rasa M teng deymiz. O'sha energiyani solishtirma yonish issiqligiga bo'lamiz. Demak, bu energiyamiz 2,8 ko'paytirilgan 3,6 ko'paytirilgan 10 ustun 6. Q esa 44 megajoule taqsim kilogramga teng ekan, ya'ni 44 ko'paytirilgan 10 ustun 6. Demak, buni hisoblasak 0,229 kilogramga teng bo'lar ekan.
Demak, javobimiz 0,1229. Xo'p, keyingi savolimiz 41-savol. Radiusi 4 cm bo'lgan sharcha -288 volt potensialgacha zaryadlangan. Shar sirtidagi elektromagnit kuchlanganligini aniqlang va shardagi ortiqcha elektronlar sonini aniqlang degan ekan. Demak, sharning potensiali phi teng bo'ladi bu k q taqsim r ga. Kuchlanganligi esa y teng bo'ladi k q ni moduli taqsim r kvadrat bo'ladi. Demak, ustidan k q ni topsak bu phi r ga teng bo'ladi va ostiga olib qo'yadigan bo'lsak phi r ning moduli bo'ladi taqsim r kvadrat. Demak, r bilan bu qisqaradi. Demak, y teng bo'lar ekan phi ning moduli taqsim r ga. Demak, bu 288 taqsim 4 ko'paytirilgan -2. Demak, bu 7200 volt taqsim metrga teng ekan. Demak, bizda kilovolt bo'l metrda so'ralgani uchun 7,2 ga teng bo'lar ekan. A shartida. Endi B shartida ortiqcha elektronlar soni desa bu n teng bo'ladi q taqsim y ga. Demak, q deganimiz bu potensialdan topadigan bo'lsak phi r taqsim k ko'paytirilgan y. Demak, phi bu 288 r 4 ko'paytirilgan -2 k 9 ko'paytirilgan -9 y esa 1,6 ko'paytirilgan -19. Demak, buni hisoblasak n teng bo'lar ekan 8 ko'paytirilgan 10⁻⁹. Demak, javobimiz 8 ko'paytirilgan 10⁻⁹. Xo'p, keyingi masalamiz 42-masala, ya'ni o'zgaruvchan tarmoq kuchlanishining amplitudaviy qiymati, ya'ni U0 berilgan ekan 42 volt, sistemaning aktiv qarshiligi 4 ohm, to'liq qarshiligi, ya'ni Z 12 ohmga teng ekan. Tok kuchining amplitudaviy qiymatini topish kerak, ya'ni I0 ni va zanjirdan ajralgan foydali quvvatni hisoblash kerak. Mana. Demak, I0 deganimiz bu U0 taqsim Z ga teng, ya'ni 42 voltni bo'lamiz 12 ohmga. Demak, buni bo'lsak 3,5 amperga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 3,5 amper. Endi B shartida esa zanjirdan ajralgan foydali quvvat. Demak, foydali quvvat formulasi bu U effektiv I effektiv ko'paytirilgan quvvat koeffitsiyenti, ya'ni kosinus phi. Demak, P teng bo'ladi U effektivimiz bu U0 taqsim ilzosida 2, I effektivimiz I0 taqsim ilzosida 2, kosinus phi esa R taqsim Z ga teng. Demak, buni men U0 I0 R taqsim 2Z desam bo'ladi va U0 bor bizda 42, I0 bor 3,5, R bor 4, 2 ko'paytirilgan 12. Demak, 4 bilan 12 ni qisqartaman 3, 42 ni 6 ga bo'lsam 7, 7 ni 3,5 ga ko'paytiradigan bo'lsam 24,5 wattga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 24,5 watt. Xo'p, keyingi savolimiz 43-savol. Odam ko'zgu tomon 4 metr sekund tezlik bilan yaqinlashmoqda. Demak, men buni odam desam 4 metr sekund tezlik bilan yaqinlashmoqda. Ko'zgu esa odam tomon 3 metr sekund tezlik bilan yaqinlashmoqda. Demak, mana bu yerda ko'zgu bor ekan. Mana bu ko'zgu. Bu esa odam tomonga 3 metr sekund tezlik bilan yaqinlashmoqda. Xo'sh, tasvir odamga nisbatan qanday tezlik bilan yaqinlashadi degan ekan A shartida. Men birinchi tasvirning yerga nisbatan tezligini topib olaman. Ya'ni mana bu masofani x desam, endi mana bu yerda tasvirning yerga nisbatan tezligi bor. Tasvirning yerga nisbatan tezligi qaysi tomonga bo'ladi? Qarang, odam tasvirga yaqinlashayotgan bo'lsa, demak, odam ko'zguga yaqinlashayotgan bo'lsa, uning tasviri ham ko'zguga yaqinlashayotgan bo'ladi. Bir-biriga tomon yaqinlashayotganday bo'ladi. Demak, buni mana bunaqa qo'yaman. Ya'ni v tasvirning yerga nisbatan tezligi deyman. Demak, mana bu masofa ham x bo'ladi. Ya'ni x masofa endi qisqarib boraveradi. Demak, x masofani topadigan bo'lsam, x teng bo'ladi bu v nisbiy ko'paytirilgan t deyman. Demak,
Chat tomondan x ni topadigan bo'lsam, v nisbiyimiz, ya'ni 4 bilan 3 ning nisbiy 7 ga teng, demak 7 t teng bo'ladi. Endi bu o'ng tomondan esa v tasvirning yerga nisbatan tezligi olingan 3 ko'paytirilgan t. Demak, t'lar qisqaradi. Demak, v tasvirning yerga nisbatan tezligi bu teng bo'ladi 10 metr taqsim sekundga. Xo'sh, endi bizdan so'ralgan narsa tasvir odamga nisbatan qanday tezlikda yaqinlashmoqda. Demak, tasvirning yerga nisbatan tezligi bu 10 metr taqsim sekundga teng. Odamning yerga nisbatan tezligi esa 4 metr taqsim sekundga teng. Demak, tasvirning odamga nisbatan tezligi esa v tasvirning odamga nisbatan tezligi bu ikkalasi qarama-qarshi yo'nalishda, demak, bu tezliklar qo'shilib ketadi. Ya'ni 10 metr taqsim sekund qo'shilgan 4 metr taqsim sekund bu teng bo'ladi 14 metr taqsim sekundga. Javobimiz 14 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, endi b shartida tasvir ko'zguga nisbatan qanday tezlikda harakatlanadi? Endi tasvir bilan ko'zgu orasidagi nisbiy tezlikni topishim kerak. Ya'ni v tasvirning ko'zguga nisbatan tezligiga teng bo'ladi bu. Demak, tasvirning yerga nisbatan tezligi chap tomonga, ya'ni bu 10 ga teng, ko'zguning yerga nisbatan tezligi esa 3 ga teng, bu ham chap tomonga. Demak, ikkalasi bir xil yo'nalishda bo'lsa, nisbiy tezlik olinib ketadi. Demak, 10 metr sekund olingan 3 metr sekund bu teng bo'lar ekan 7 metr sekundga. Demak, javobimiz 7 metr taqsim sekundga teng bo'lar ekan. Bu shartida. Xo'p, endi 44-savol. Demak, rasmda ko'rsatilgandek S manbaning yorug'lik kuchi 320 kandelaga teng, pi ni 3 deb bo'ling deyapti. Manbaning to'liq yorug'lik oqimini toping deyapti. Demak, manbaning to'liq yorug'lik oqimi deganimiz bu F teng bo'ladi. Fazoviy burchak ko'paytirilgan i desak, demak bu fazoviy burchagimiz 4 pi ga teng bo'ladi. To'liq fazoviy burchagimiz ko'paytirilgan i. Demak, 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 320. Demak, buni hisoblasak 12 ko'paytirilgan 320 bu teng bo'ladi 3840 ga. Ya'ni 3840 lyumenga teng bo'lar ekan. Javobimiz 3840. Endi b shartida A nuqtadagi yoritilganlikni aniqlang degan ekan. Demak, yoritilganlikni topishimiz kerak. Endi bu chizmasini chizib olaman. Ya'ni chizmamiz mana bunaqa bo'ladi. Mana bu S yorug'lik manbayining ko'zgudagi tasviri bor. Ya'ni bu ham 3 metr masofada bo'lsa, ko'zgudan 3 metr masofada paydo bo'ladi o'ng tomonda. Mana bu yerda. Xo'p, endi A nuqtadagi to'la yoritilganlikni topishim uchun ikkita yoritilganlik bor bu yerda. Birinchisi tik tushib turibdi, ya'ni 90 gradusga tushib turibdi. Ikkinchisi qandaydir burchak ostida tushyapti. Mana bunday tutashtirib yorsak, mana bu masofani topishim kerak endi. Demak, mana bu masofa 3 bo'lsa, mana bu masofa ham 3. Mana bu masofa esa bu 8 ga teng. Demak, bu yerdagi burchakni alfa deb oladigan bo'lsak, demak, to'la yoritilganlikni mana bu yerga yozaman. Y teng bo'ladi. Birinchi tik tushayotgandagisi bu i taqsim mana bu 8 ni men h deb olaman, katta h deb. I taqsim h kvadrat bo'ladi, qo'shilgan i taqsim, endi mana bu masofa esa x deb oladigan bo'lsam, x ni kvadrati ko'paytirilgan kosinus alfa deyman. Demak, y teng bo'ladi i deganimiz 320, h kvadratimiz 64 qo'shilgan bu 320 bo'lingan x kvadrat bu 10 ga teng. Chunki mana bu 6 ostida katet, bu katet 8, bu esa 10 ga teng bo'ladi. Demak, 10 ning kvadrati 100, kosinus alfa esa yopishgan katetning gipotezaga nisbati, ya'ni 8 taqsim 10 ga teng. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, bu 7,56 lyuksga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 7,56 ekan. Xo'p, keyingi savolimiz, ya'ni oxirgi savolimiz bu 45-savol. G'alayonlanmagan vodorod atomi elektroni foton yutishi natijasida uning impuls momenti 2h ga ortdi. Ya'ni delta L teng deymiz 2h. G'alayonlanmagan vodorod atomining ionlanish energiyasi, ya'ni birinchi sathdagi bu bo'ladi. Bu 13,6 elektron voltga teng. Elektronning aylanish davri necha marta ortgan? Ya'ni T2 taqsim T1 deyman. Bda esa yutilgan foton energiyasini aniqlang, ya'ni delta Y so'ralgan ekan. Demak, bu impuls moment deganimiz o'zi
nimaga teng? Impuls moment deganimiz bu L teng bo'ladi n ko'paytirilgan h. Ya'ni n deganimiz bu orbita. Misol uchun birinchi orbitada bo'lsa 1 ga teng, ikkinchi orbitada n 2 ga teng, uchinchi orbitada bo'lsa n 3 ga teng. Demak, dastavval birinchi orbitada turgan ekan. Undan keyin 2h ga ortdi deganimiz bu 3-sathga o'tgan bo'ladi. Chunki birinchi sathda bitta h ga teng, ikkinchi sathda 2h ga teng, uchinchi sathda esa 3h ga teng. Demak, 3h dan 1h ni olsak bu 2h ga teng bo'ladi. Demak, birinchi n1 teng birinchi sathda turgan edi va n2 teng bo'ladi bu 3 ga, ya'ni 3-sathga o'tgan bo'ladi. Xo'sh, endi tezlik qanaqa bo'ladi? Tezlik bu vn deganimiz barobar edi v1 taqsim n edi va radius esa rn teng bo'lar edi n kvadrat ko'paytirilgan r ga teng bo'lardi. R1 ga. Demak, 1 dan 3 ga tomon o'tsa, demak v1 teng deb yozaman. Bu 2 pi r1 taqsim t1. v2 esa bu 2 pi ko'paytirilgan r2 ning o'rniga men 3 ni qo'yadigan bo'lsa bu 9 r1 ga teng bo'ladi. Va t2 ga qo'yaman va v2 ning o'rniga esa v1 taqsim 3 ni qo'yaman. Xo'sh, endi t1 ni topsam, demak t1 deganim bu teng bo'ladi 2 pi r1 taqsim v1. t2 esa bu 54 pi r1 taqsim v1 ga teng bo'lar ekan. Endi t2 ni t1 ga bo'lsam bu 27 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni 27 marta ortar ekan davri. Xo'sh, endi yutilgan fotonning energiyasini aniqlang deyapti. Demak, birinchi sathda turganda energiyamiz 13.6 elektron voltga teng bo'lsa, endi 3-sathdagi energiyamiz esa, ya'ni E2 teng deyman, 13.6 elektron voltni 9 ga bo'laman. Demak, 9 ga bo'lsam bu 1.51 elektron voltga teng bo'lar ekan. Chunki En deganim E1 taqsim n kvadratga teng. Men buni yozib qo'yaman. Demak, delta E deganim teng bo'ladi bu E1 olingan E2. Demak, olib tashladigan bo'lsa 12.9 elektron voltga teng ekan. Ya'ni delta E, ya'ni alangan yutilgan foton energiyasi 12.9 elektron voltga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz 27 marta ortadi va 12.9 elektron volt. Xo'p, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Yechimni tayyorladi Qoraqalpog'iston Qo'ng'irot tumani ixtisoslashtirilgan maktab internati fizika fan o'qituvchisi To'ra Muratov Otabek.